Assalomu alaykum, Radis Agrotech kompaniyasining YouTube platformasi kuzatuvchilari. Bugun Shahzod do'stimiz bilan Ermo agregatlari haqida sizlarga batafsil ma'lumot beramiz. O'zi Ermo agregati qayerda ishlab chiqarilgan, necha yuz litrli, qanaqa traktorlar uchun mo'ljallangan? Bizda Ermo agregatlarimiz Turkiyada ishlab chiqarilgan. Bo'lib, hozirda Radis Agrotech kompaniyasida 800 litrlik va 600 litrlik Ermolarimiz bor. 800 litrlik Ermomizning afzalligi 800 litrlik bu katta Ermo bo'lib, hamma traktorlarga qo'yilib ketaveradi. Bunga kattaligi ko'proq don, bug'doy, dorilar, o'shanaqalar solsak bo'ladi. 600 litrligimiz bu ixchamroq, kichikroq bo'lib, bu kichkina traktorlarga ham taqilib bemalol ishlatilsa bo'ladi. Yana buni afzalligi bu gidrosilindr bu dorini sepish tushishini ochib yopadigan qismi. Bizda Ermolarimiz ya'ni ek parrakli bo'lib, Ermolarimiz mana parraklari bu asosiy ligrovka qiladigan joyi. Dorini ko'p, kamroq tushirib o'ziga hamma fermer akalar o'ziga qulay tonoda ligrovkasini qilib olaveradi. Ligrovka qilib o'tirib qo'yaveradi. Xo'p, rahmat. Shahzod, endi bu Ermo agregatlarning ichki qismini ko'rsatsak. Buni ichki qismi 600 litrlikniki, 800 litrlikniki ikkalasi ham bir xil. Bu setkasi, keyin ichida ikkita parragi bo'ladi. Parrak qismlari. O'qda parrak qotirilib, parrak bilan bug'doyni yaxshi aylantirib tushish uchun moslashgan. Shahzod, bu Ermo agregatlarini kafolat muddatlari, narxlari haqida qisqacha ma'lumot bersangiz. Buni kafolat muddatlari 1 yil. Bizda servis xizmatlarimiz bor, o'zimiz servis ko'rsatib ko'rib beramiz. Narxlariga keladigan bo'lsak, 800 litrlik Ermomiz ham, 600 litrlik Ermomiz ham 16 million. Yana kelishtirib beradigan joylarimiz bor. Hurmatli YouTube kuzatuvchilarimiz, Ermo agregat haqida to'liq ma'lumot berdik degan umiddaman. Kimga agar Ermo agregatlari kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqingizlar.